Do'stlar, animega qiziqadigan hamma bir marta bo'lsa ham linza olgisi keladi. Lekin biz o'zimizdan, ya'ni O'zbekistondan linza topa olmaymiz. Uzun marketga kirdim va anime linzani qidirib ko'rdim. Qarasam, uzun marketda linza yo'q. Bizning Telegram kanaldan xohlagan turdagi anime linzalarni topsanglar bo'ladi. UZP bo'ylab dastavkasi ham tekin, qo'shimcha suyuqlik eritmasi qo'shib beriladi. Biz avvaldan faoliyat yuritganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Bizda aktivlar ham bor. Odamlar guruhlarda yozib, o'zlari aktivlarni qo'yishyapti. Bu qanaqa tovarlarni jo'natganim haqida aktiv, bu grammlar haqida bo'lgan aktivlar bo'yagi. Bu Akatsuki nabor, ya'ni o'sha 179 ni sotayotgan narsamiz. Mana uzuk, bandana, Akatsuki plashi bilan. Bu formalarni ham qilib berganmiz. Okamiz mana to'lov qilgan. To'lov cheklarini ham hattoki shotga tashiymiz. Odamlar bizdan narsa olganda mana to'lov cheklarini ham tashlab qo'yamiz. Ular bizga pul tashlaganligi haqida ma'lumotlarni. Bu ularning ishonchi uchun. Bu videolarda esa haykallarni ko'rsatganman. Madara haqida, haykallari haqida ma'lumot berib o'tganman. Ko'rayotganinglardek o'zimizda umuman linza yo'q. Anime stildagi, ya'ni umuman sharingan yoki ringan bunaqa linzalar umuman o'zimizda yo'q. Biz o'tgan yildan beri faoliyatimizni yuritamiz. Biz ishonch darajamiz ancha yuqori. Bemalol qo'rqmasdan zakaz qilsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab pochta orqali dastavkada chiqarib beramiz.